Hurmatli tinglovchilar, hozirda COVID-19 pandemiyasini oldini olish uchun siz qanday harakatlar olib bormoqdasiz? Korona-19 virusi hayotimizga chuqur o'rnashib olib, hozirga qadar unsiz tarqalib bormoqda. Biz kundalik turmush tarzimizda rioya qilishimiz kerak bo'lgan COVID-19 bilan bog'liq karantin qoidalari nimalardan iborat ekanligini ko'rib chiqamiz. Tashqariga chiqib qaytganda, ovqatlanishdan oldin va keyin, hojatxonadan foydalangandan so'ng qo'lni tozalab yuvib, yo'talganda ro'molcha yoki ko'ylak yengi bilan og'iz hamda burunni bekiting. Odamlar ko'p yig'iladigan joylarga bormasdan, kafe hamda karaoke kabi odamlar gavjum bo'lgan joylarga borishdan o'zingizni tiying. Jamoat transporti, ya'ni avtobus hamda metro kabilardan foydalangan vaqtda albatta tibbiy niqobni taqing. Uy hamda ofis kabi kundalik foydalanadigan joylarni har kuni 2 martadan ortiq shamollatib, eshik tutqichi va telefon apparati kabi tez-tez qo'lga tegadigan buyumlarni haftada 1 martadan ortiq dezinfeksiya qiling. Ismi ko'tarilishi yoki nafas siqish belgilari paydo bo'lsa, 3-4 kun uyda qoling. Bordi kasallik belgilari muntazam bo'lib, tibbiy muassasalarga tashrif buyursangiz, albatta tibbiy niqobni taqing. Bordi COVID-19 ga chalinganda gumon qilsangiz, kasalxonaga borishdan avval ko'l markazga yoki yaqindagi oilaviy poliklinikaga murojaat qiling. Tekshiruv telefon orqali maslahatlashgandan so'ng ajratilgan ambulatoriyada o'tkaziladi. Kyonggi-do hududida istiqomat qilayotgan muhojirlarning yangi kundalik turmush tarzini birgalikda yaratamiz. Mazkur harakat Kyonggi-do hamda Kyonggi-do muhojirlar inson huquqlari yordam markazi bilan birgalikda amalga oshirilmoqda.